Bismillah. O, maşallah. Hayır. Juda. Yaponchaga bugun tashrif buyurdik. Juda ham uyutli joyda joylashgan ekan. Yakkasaroy tumanida. Lokatsiyalarini Telegram kanalimizga qoldiramiz. Ahmedjon akani tomonidan ochilgan, ular ta'sischisi. Juda ham zo'r. Ahmedjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, kuzatuvchilarimiz juda ham mana shu sushini sevib iste'mol qiluvchilar bor. Ularda bittagina savol bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan sitsilarini kelganda nech pulga tushadi? Qiziq savol mana shularga juda ham qiziq. Mana barcha ko'rib turgan. Neki bo'lsa. Xalq manfaatini o'ylagan holatda biz set o'ylab topganmiz. Nomi Gohan seti. Bu setimiz ichiga nimalar kiradi? 38 ta sushi, jarrini, zapechonni, grill roll bor, sos bilan и bolalarimiz xush ko'radigan kapamaki, bodringli roll. Xo'p, mana bu yerda drevesniy grillli, markovcha и noni kiradi. Bu setimiz atiga 160 ming so'm. Hammalaringizni kutib qolamiz. Olib ketishga, xo'p, shu deyishga va xo'p, dastlabki xizmatlar hammasi mavjud. Yaxshi aka, juda ham zo'r, manfaatli bo'ldi. Men to'g'risi bu setingizni men taxminan bir 300-400 ming so'm bo'lsa kerak deb o'yladim. Chunki men zakaz qilaman har doim. Har zakaz keladi, 150 ming, 200 ming bo'ladi, faqatgina men sushini o'zi. Mana shu narsangiz menga juda ham yoqdi. Qarang, atalashtiring. Juda ham chiroyli, nafisda. Bu nima bu aka? Bu tartar sousli non deyiladi. Ko'pchilik xlebchitoshni deb ham atashadi. Yaponlar emas, o'zbeklar o'ylab topgan shirin narsa. Bu sir bor-a bunda? Bismillah. Yo'q, sous. Bu nima bunda? Bu soyaviy sous. To'shib bitsa bo'ladi-a? Men bunga soling. Bismillah. O, maşallah. Hayır. Juda. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir mazasini yeb, tilim ham aylanmay qoldi. Ming marta ko'rsatib, ming marta gapirgandan ko'ra, keling-da, tavsiya qilaman. Qarang, menga ko'proq mana shunisi yoqadi aka. Bu nima deydi buni? Zapechon. Zapechonni deydi. Ichida nimalar bor? Guruchlari bor ekan. To'g'ri bo'ladi. To'g'ri, men qarang. Mashalloh, qarang. Men sizga hozir yeb ko'rsataman. Ishtahangizni ochib olgan bo'lsa, homilador ayollar, sizlardan uzr so'raymiz endi. Juda zo'r ekan, bo'lim. Men buni achchiq bo'lsa desam, achchiq bo'lsa ekan. Yo'q, nima Bu salatiz-a? Ha, mana bu imbir. Imbir deydi. Achchiq bo'ladi. Bu bitta rol yegandan keyin ikkinchisidan farqlash uchun beriladi. Mana bu wasabi. Wasabi bilamiz. Bu mikroblarni o'ldirib, anaqa tozalaydi. Bu salatingiz-chi? Drevesniy gribbi. Bu ham juda ham ajoyib, prikolniy salat. O, mashallah, qaranglar. Bu tayoqchani qaranglar, tayoqchani ishlatolmaydiganlarga shunaqa chiroyli qilib yasab berishar ekan. Qaranglar, bismillah. Juda ham zo'r. Ta'riflashga til ojiz. Lokatsiyalardan telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Bemalol buyurtma qiling, 24 ga yetib ishlashadi. Oldindan zakaz qilib qo'ysangiz to'ldi, tayyorlab qo'yishadi. Tanqislar davom etinglar. Ishtahalarni ochib olgan bo'lsak, ming bor. Sizga rahmat, To'dakan. Tashrif buyurganingizga. Yana bunaqa sityolarni ko'proq oching. Maslahatim hamyon bo'lib ekan haqiqatan ham. Narx nerealni. Mana sityoda men buni 400 ming bo'lsa kesam, 160 ming. 160 ming. Nerealni narx. Ishonmasangiz kelib tashrif buyuring, o'zingizga guvoh bo'lasiz. Salomat bo'ling.